pustoy pasportga Angliyani 6 oylik biznes vizasi chiqqan. Bu bizni yangi yo'nalishimiz. O'zi bilasizlar, ko'p reklama qilmayapmiz vizalarimizni, chunki xalq juda zerikib qoldi. Har kun viza chiqarib reklama qilish xalq juda zerikib qoldi. Lekin buni reklama qilish kerak, chunki bu yangi kanal. Nimaga yangi kanal? E'tibor bering. 2025-yil pasport olingan, yangi pasport, hali hech qayerga chiqilmagan pustoy pasport. Biza 6 oylik biznes viza qilganmiz. Eng qizig'i, bu pasportda ikkita Yevropadan atkaz bor va bir necha marta o'zi Angliyaga harakat qilib, o'zi viza ola olmagan, ya'ni biometrikagacha bormagan. Bizga murojaat qilyapti. Mijozimiz yangi kanal bo'yicha bu odamni test qildik. Bu xolasi o'xshadi. Bu odam Angliyaga borib qaytib keladigan insonlardan bo'lgani uchun biz bu ishni qilyapmiz. E'tibor bering. 6 oylik Angliyani biznes vizasi, Xudoga shukr, uddaladik. Kimga qiziq bo'lsa, Angliyani 6 oylik biznes vizasi, kommentariyada Angliya so'zini qoldirsangiz, biz sizga murojaat qilib, tekinga konsultatsiya berib, yo'nalish beramiz. Qani sizda imkoniyat bormi yoki yo'qmi Angliyani 6 oylik biznes vizasini olish bo'yicha? Nasib bo'lsa, manfaatli bo'ladi. Bu videoni Angliyaga boraman, ko'rib kelaman, Shotlandiya, Irlandiyalarni ham ko'rib kelaman deydiganlarga yuborib qo'yish kerak, chunki mana isboti bundan bu yo'g'iga ko'payadi, lekin e'tibor bering, qolganlarni reklama qilib chiqarmaymiz, chunki bu yangi kanal bo'lgani uchun reklama qilyapman. Bizdan ko'chirishadi, bundan xabarim bor. Mayli, unga ham roziman. Maqsadim hammaga manfaat tegsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.